Assalomu alaykum, hurmatli kitobxon. Men bugun sizlarga sevimli shoirimiz Erkin Vohidov tavalludining 89-yilligi munosabati bilan Erkin Vohidov hayoti haqida sizlarga gapirib bermoqchiman. Erkin Vohidov o'zbek shoiri va jamoat arbobi. Zamonaviy o'zbek adabiyotining yorqin namoyandalaridan biri. Shoirni g'azal janrining chinakam davomchisi desak mubolag'a bo'lmaydi. Vatanga, uning cheksiz kengligiga muhabbat, ona diyorning porloq kelajagiga ishonch Erkin Vohidov ijodining eng muhim jihati bo'lib qoladi. U 1936-yilning 28-dekabr kuni Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida o'qituvchi ziyoli oilada tug'ilgan. Toshkent davlat universitetining hozirgi O'zbekiston Respublikasi Milliy davlat universiteti filologiya fakultetida 1955-1960-yillarda tahsil olgan. O'qishni tamomlagach, turli gazeta va jurnallar, nashriyot va tahririyatlarda ishlagan. Yoshlik jurnalining birinchi bosh muharriri bo'lgan. Erkin Vohidov fuqarolik nuqtai nazaridan yorqin ifodalangan shoirdir. Uning she'rlari kelajak avlodning taqdiri uchun xavotirga to'la, muallif zamonaviy hayotning chuqur ma'naviy va axloqiy jarayonlarini tushunishga intiladi. Uning Minora she'ri o'tmish xotiralarini saqlab qolish haqida, Samarqand kechasi buzilmas vaqt aloqasi haqida, Sharq afsonasi inson hayotining mazmuni haqida, shoir yuragi, Abay, yo'qotilgan she'r shoirning fuqarolik burchi haqida. Erkin Vohidov ijodida hajviy yo'nalish alohida o'rin egallaydi. Donish qishloq latifalari matmusa haqida bo'lib, shoir unda laganbardorlik, sotqinlik, xasislik, ta'magirlikni mazax qiladi. She'rlari hayot kuzatuvlari, chuqur ma'nosi, o'ziga xos ifoda vositalari bilan qiziqarli. Tuyaqush masalada Erkin Vohidov jonzotning ikkilamchi nomlanishidan maromida foydalangan, ya'ni tuya hamda qush. Shunday qilib, hajmi katta bo'lmagan, lekin ma'nosiz, munofiq va qo'rqoq insonlar haqidagi juda o'tkir she'r yaraladi. Erkin Vohidovning muhabbatga yo'g'rilgan she'rlari ham e'tiborga loyiq. Shoirni g'azal janrining chinakam davomchisi desak mubolag'a bo'lmaydi. Bulbul tuni bilan noladi, g'uncha kabi she'rlarda an'anaviy g'azal belgilari, ixtirosli, fojiaviy sevgi jonlantiruvchi bulbul va atirgul, Farhod va Majnun timsollari mavjud. An'analarga ehtiyotkorona rioya qilgan holda muallif o'zining mustaqil sevgi tushunchasini yetkazib beradi. Orzu chashmasi she'rida u chashma oldida o'tirgan qiz timsolini gavdalantiradi. Real ravhalardan chekingan holda shoir lirik sevgi tarixi, to'g'rirog'i sevgi umidni yaratadi. She'rdagi tirik qahramon sevgisi yer tubidan chiquvchi musaffo chashma kabi. Porloq tuyg'u umididagi she'r qahramoni mag'rur va soddadir. O'zbegim qasidasida shoir xalqning eng qadrli yutug'i vatan erkinligi va mustaqilligini tarannum etadi. Erkin Vohidov o'rdani vahshiyona toptashdi va yer jarohatlari sezildi misralari orqali ona diyorning tarixiy o'tmishiga yuzlanadi. Shoir azaliy erkinlik uchun intilish va diyor ravnaqini Alpomish, To'rog'il kabi dostonlarida ifodalagan. Vatanni afsonaviy qahramoni bo'lmish bahodirlarning qanotli turpori, kuch, qudrat va erkinlik timsoli bilan uzviy va aniq bog'lay olgan. Erkin Vohidovning porloq xotirasi hamon yodimizda. Erkin Vohidovning xotirasini abadiylashtirish maqsadida bizning Marg'ilon shahar ijodkorlar bog'imiz Erkin Vohidov nomi bilan nomlangan va bu bog'ning ichida Erkin Vohidov uy muzeyi tashkil qilingan. Marg'ilon axborot kutubxona markazimizda Erkin Vohidovning juda ham chiroyli she'rlari, Erkin Vohidovning qator adabiyotlari va Erkin Vohidovning hayoti haqida yozilgan bir qancha adabiyotlari mavjud. Men ularni sizlarga tavsiya qilaman va kelib kutubxonamizdan foydalanishlaringga maslahat beraman.